Dağınlık astronom ve matematik Alaydin Ali Kuşçi. Dağınlık astronom, fizik, matematik, paylasop ve tilshunos olim Ali Kuşçi miladiya 1403 yılı ayni chog'dagi Temuriylarning koni poytaxti Samarqand shahrida dunyoga kelgan. Uning otasi Amir Muhammad ayni chog'dagi Chag'atay xonligining shikar mas'uli bo'lib, qarchug'i bilan ovlash va qarchug'isi parvish qilishda dağınlıq kishi edi. Shikarga herisman Amir Temur uni alayda taklif qilib Samarqandga ilib kelgan. Keyincha uning Qushchi degan laqami avlodlari uchun o'rtaq familiya va yodikor bo'lib qoldi. Amir Temur 1405 yili eng oxirgi orzusini amalga oshirish uchun 1 millionga yaqin askari bilan Xitoyga yurish qilish yo'lida tuyuqsiz kasal bo'lib qazo qilgandan keyin qadimiy poytaxt Samarqand shahri 4 yilga qadar vaziyati davolg'ib turgan ansiz shaharga aylanib qoldi. Ali Kuşçining eng dastlabki 7 yillik hayoti buningga shohid bo'ldi. 1409 yili Amir Temurning kichik o'g'li Shahrux Mirza boshqa urushqoq xonzodalarni tinchitib, poytaxtni Hirotga ko'chirgandan keyin Samarqand shahrini yanala ikkinchi cho'ng markaz o'rnida hisoblab 1394 yili No'ruz kunlarida Ironda tug'ilgan 15 yoshlik orzuliq o'g'li Ulug'bekni Samarqand hukmdori degan atoq bilan taxtga chiqargan. Shikarchi Amir Muhammad Shikarxumar xonzoda Mirza Ulug'bekning barliq shikor va ishlariga mas'ul bo'lgan. Shunda qilib Mirza Ulug'bek bilan o'smir Ali Kuşçi orasida burundulla yaqin va yaxshi munosabat o'rnatilgan. Ali Kuşçi Mirza Ulug'bekning bir qo'lliq tavsiyasi bilan ayni chog'da Samarqandda muddaris bo'layotgan bursalik matematik olim Qozizod Rumi, olim G'iyosiddin Jamshid ve olim Muiniddin Qoshi qatorliqlardan ta'lim oldi. Miladiya 1420 yillarining boshlarida Mirza Ulug'bek Chag'atay xonligidan Qashqarni tortib olish uchun diqqatini urushlarga qaratganda, amdili 30 yoshga yaqinlab qolgan Ali Kuşçi yaqin do'stining bu ishlarga qiziqmasdan untinsiz holda Irondagi Kermonga yo'tkilib davomli bilim oshirgan. Bu mezgilda o'zi yozgan Oy sharining har turli shakl holatlari nomli astronomiya bilimlari haqidagi asrini yezib chiqib Mirza Ulug'bekka taqdim qildi. Bu asarni o'qib chiqqan Mirza Ulug'bek Ali Kuşçini 1430 yili yangi rasadxona mas'uli qilib tayinlagan. Mazkur rasadxonani Mirza Ulug'bek 1420 yili insho qilishga boshlagan edi. Ali Kuşçi mazkur rasadxonaga mas'ul bo'lgandan keyin Alaydin Ali Kuşçi deb dong chiqardi. Ali Kuşçi 1430 yildan 1449 yilgacha Mirza Ulug'bek bilan birlikda osmon jismlari ve astronomiya sohasida kishini hayron qoldirarlik amaliy bayqashlar ve natijalarni qo'lga keltirib, ayni chog'dagi qaloq ve cheklik sharoitda bu sohada mo'jiza yaratdi. To'limi afsuski, ular birlikda bosh cho'kirib osmon jismlarini tadqiq qilayotgan shu yillarda ularga qarshi cho'ng pishni pasatlarning uruqlari biqilnishga boshlagan edi. Mirza Ulug'bekning ilmiy tadqiqotlarga berilishi ayni chog'dagi siyosiyonlar, amirlar, askarlar va mutaassib jaholat pirlarining o'rtaq noroziligiga duch keldi. 1447 yili 3-oydagi Shahrux Mirzoning tuyuqsiz vafoti bilan bu xatar oshkora va qo'rqinchli bosqichga qadam qo'ydi. Buxorodagi jahil kuchlar, yuqori qatlam harbiy kuchlar va xonzoda Abdulatif bilan til biriktirib, Shahrux Mirzoning o'rniga Temuriylar imperiyasining yangi xaqoni bo'lgan Mirza Ulug'bekka kofir, fosiq, dinsiz va dahriy degandek fatvolarni tengib 1449 yili 27 oktyabr uni o'z o'g'lining qo'lida qatl qildirgan. Bu yechinishlik vaqa Temuriylar imperiyasining
Amir Temurdan buyanqi ikkinchi qitimliq yemirilish bosqichiga yo'l ochgan edi. O'zining kelgusidagi taqdirini burunli ko'rib yetgan Mirza Ulug'bek birdan-bir ishonchlik hamrohi Ali Qushchiga o'zidagi barliq ilmiy va boshqa har qaysi sohalardagi ilmiy tadqiqot natijalarini omonat qilib, yetarlik rasxot bilan Hirotga avatgan edi. Ali Qushchi texi janubdagi Amu daryosidan o'tmay turibla Mirza Ulug'bek qatl qilinib, Temuriylar saltanatining shimoliy qismi og'ir siyosiy bo'hron ichida qolgan. Ali Qushchi vaziyati nisbatan turaqliq bo'lgan Hirotga salomat yetib kelib, ayni chog'dagi Xuroson hukmdori Baysungur Mirza va o'g'li Ubul Qosim Bobur Mirzalarning qo'llashida bir necha yil Hirot shahrida tadqiqotini davom qilgan. Bu jarayonda Mavlana Abdurahmon Jami Ali Qushchining eng yaqin yordamchisi sifatida xizmat qilgan edi. Keyincha Ali Qushchi haj qilishga niyat qilib, Hirotdan Tabrizga kelgan chig'ida Oqqo'ychilar sultoni Uzun Hasanning alohida o'tinishi va taklifi bilan Tabrizda turib qilishga majbur bo'lgan. Ali Qushchi milodiya 1473-yili 11-avgust kunidagi donliq O'tliq Bali urushidan keyin Fatih Sultan bilan billa Istanbulga oxirgi qitim qaytib keldi. Sultan uni tunji kelgan chig'idla Ayasofya madrasasiga fanniy va diniy mudarris qilib tayinlagan edi. Bu yerda bir avlod yangi nasllarni yetishtirib chiqqan Ali Qushchi Turkistondagi Samarqand shahridan boshlanib, G'arbiy Osiyodagi donliq Istanbul shahrida oxirlashgan 71 yillik hayot dostonini tamomlab, Hijriya 879-yili Shaybon oyining 5-kuni, milodiya 1474-yili 16-dekabr juma kuni hozirgi Istanbul shahrida vafot bo'ldi va Ayyub Sulton jamiasi yenidagi mozorliqqa dafn qilindi. Nopuzliq tarixiy manbalarda Ali Qushchi Mirza Ulug'bek zamonida Ili va Qashqardagi oliy bilim yurtlarida izlanish jarayonida yer sharining suv va yer ko'lami bilan meridian uzunligini to'g'ri o'lchab chiqqanligi ilgari surilmoqda. Yana texi hayotining oxirida Istanbulning yaqinqi davrlarda hisoblab chiqilgan har xil son sifirlarini to'g'ri hisoblab chiqqanligi bilinmoqda. U ijod qilgan quyosh soati yaqinqi davrlargacha Fatih jami madrasasida mag'rur qad ko'tarib turgan edi. Uning astronomiya va matematikaga oid bir qism asarlari yaqinqi zamongacha Yevropada darslik qilinib, dengiz yo'lining ochilishi va dengiz qatnashining gullanishiga nisbatan turtki bo'lgan.